Aka keling, jon aka va keling. Mana bola aytibdi, 2 kun tekinga stilchka qilasizlar, to'g'rimi? Bo'sholmayapti. Qilganda ham, novichoklar, shogirdlar qiladi, sochni buzib qo'yadi, to'g'rimi? To'g'ri. Shuna debsanmi? Shunaqa. Akam, mana sochimni Ravina stili mana shunga qiladi. Ko'rishim Saudiyaga ichida mana shunaqa berganlar, shuning uchun butun dunyo haqqimizda yugurgan. Yo'q, Mana stiliga qarab, aka o'zingiz zo'r stil qilib hozir yurt tomonda oldilaman, lekin hozir bular aytibdi, 2 kun sochni tekinga olamiz dedilar. Sochni 2 kun tekinga oladilar. Professionallar, masterlar. O'zlar shogirdlar ko'p. 2 kun olaman deb keyin chaqirishmoqchi-da bular. Sochni zo'r oladimi? Men bilmadim lekin. 2 soat javob berasiz. Mana shu stilni zo'r qilib odamlarga bir dahshat yoqadigan stil qilib berasiz. Mayli? Boshqa odamlar ko'rgan payt boshqa stil bo'lishi kerak. Aka buzib qo'ysangiz qarang. Agar haqiqatan ham zo'r qilsangiz, mana obunachilarimiz ko'p turibdi hozir. Agar ko'rib, haqiqatan zo'r qilsangiz, menimcha viloyatdan ham kelishadi mana shu 2 kun ichida. Xo'p, mana qarang, jigarlar, sochini yaxshilab ko'rib olinglar. Do'posli qilamiz. Xudo xohlasa agar sizlarga stilimiz yo'q edigan bo'lsa, ertadan bemalol 200 ming, 300 ming, 400 ming farqli odamlar cheklanmagan 2 kun besplatni akam o'zlari uxlamasdan xizmat qiladilar. Давай, let's go.